Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Guli opasning. Bu rasmni bekorga chiqarmadim. Ba'zi bir qozog'istonliklar o'zidan ketib o'zbeklarni krisa deyishayotgan ekan. Mana manzarlarga любойinga vizit tashiyman. Xohlasang ikki mazani qochiramiz. Xohlasang birga bir mazani qochiraman. Men glazok yoki giroskopda o'ynamayman. Men prosta oddiy o'ynayman. Shunda ham mazani qochirishga aqlim yetadi men. Sanga emas, o'zbeklarni krisa deb izdivatsiya qilib video ishlab chiqarish. Bir ikkita novichoklar bilan o'ynab qo'yib, ularni glazokda urib, 3-4 ta shot olib qo'yganing, u o'zbeklarni krisa degan ishingga vashsha arzimaydi. Короче, ko'p gapirmayman-da, aqling yetsa kelaring. Всё. Men shotdaman. Men bilan o'ynagan bu bolani umuman bu gaplarda aybi yo'q. Nima bo'layotganidan bitta xabari ham yo'q. Prosta bu bola jabr deydi bu yerda. Sizlar bilan Guli opasniy bo'ldi. Sog' bo'linglar.